Endi latifa biroz kulib olasizlar. Chunki o'shani qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi, qayerga qo'yib qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bu qilibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variantni qiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga kelibdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni hali boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib kelibdi. Domla rahmat, mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha yaxshi, necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishi mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qoraka aytgan ekan, "Ha, o'zimga aytuvdim, shayton senga bir rakatdan namoz o'qitmaydi deb."